Bugun ta'lim sohasida amalga oshirilgan tarixiy islohotlar yoshlarimizning yuksak natijalarida namoyon bo'lmoqda. Xususan, minglab o'g'il-qiz muddatidan oldin talaba bo'lishdek imkonga ega bo'ldi. Muhimi, yana ularning ko'pchiligi xalqaro nufuzli universitetlar grantini qo'lga kiritdi. Xabaringiz bor, ertadan abituriyentlarimiz uzoq kutgan kun 2026-2027 o'quv yilida davlat va oliy va kasbiy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish test sinovlari boshlanadi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilda jami 677.907 nafar abituriyent onlayn ro'yxatdan o'tgan. Shundan 451.744 nafarini joriy yil bitiruvchilari, 226.163 nafarini ta'lim muassasalarini avvalgi yillarda tamomlagan fuqarolar tashkil etdi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Bu yilgi kirish imtihonlarida qariyb 13 ming nafar abituriyent ishtirok etmaydi. Sababi ular xalqaro va milliy sertifikatlar orqali maksimal 189 ballni jamg'arib, muddatidan oldin talabalikka erishdi. Taqqoslash uchun 2025-yilda bu imkoniyatdan atigi 678 nafar abituriyent foydalangan edi. Ma'lum qilinishicha, ro'yxatdan o'tishda abituriyentlar tomonidan yuklangan xalqaro sertifikatlar tekshirilib, ularning 24526 tasi tasdiqlandi. Bunda umumta'lim fanlari bo'yicha 193.186 nafar, chet tillari bo'yicha esa 125.354 nafar milliy yoki xalqaro sertifikatga ega abituriyent ro'yxatdan o'tgan. Ertadan boshlab talabalarimiz bir yil kutgan juda hayajonli kun keldi. Bilasiz, oliy ta'lim va kasbiy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish uchun test sinovi o'tkazish boshlanadi. Abituriyentlarimiz tayyorgarligi juda yuqori, bunga ishonchimiz komil. Negaki bu yil milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo'lgan abituriyentlarimizdan salkam 13 mingtasi bu yil test sinovida ishtirok etmaydi. Ularga abituriyent ruxsatnomasi ham shakllantirilmagan. Bunday imkoniyatdan o'tgan yili agar 2025-2026 o'quv yilida 678 nafar abituriyent foydalangan bo'lsa, undan oldingi yilda esa faqat bir nafar abituriyent shu imtiyozdan foydalangan. Oradagi farq qanchalik sertifikatga bo'lgan, sertifikat olishga bo'lgan qiziqish, ehtiyojning kattaligidan dalolat beradi. Qariyb 13 ming nafar abituriyentning test sinovlarisiz talabalikka tavsiya etilgani davlat rahbarining shaxsan o'zidan yoshlar bilimini rag'batlantirishga qaratilgan islohotlarning amaliy samarasini ko'rsatadi. Bugun o'quvchilar nafaqat oliy ta'lim muassasalariga maksimal ball bilan muddatidan avval o'qishga kirishini, balki dunyoning nufuzli universitetlariga grant yutganini eshityapmiz, guvoh bo'lyapmiz. Men Muhammad Yusuf ijod maktabiga 2023-yilda qabul qilinganman. Bu maktabga kelganimda 9-sinfda edim. Bu maktabga kirgandan keyin TOEFL, SAT, IELTS kabi sertifikatlarga erishganman. Bunchalik berayotgan sharoitlar uchun prezidentimizga juda ham katta rahmat aytamiz. Va bu yil 11-sinfni muvaffaqiyatli yakunladim. Grant asosida Buyuk Britaniyada joylashgan top 600 talikka kirgan Coventry universitetiga qabul qilindim. Bu universitetga qabul qilinganimni eshitganda ota-onam juda ham xursand bo'ldi, chunki bizning oilamizda hali hech kim chet el universitetlarida o'qimagan edi. Bizga bunday yaxshi sharoitlar yaratib berayotgan yurtboshimizga juda ham katta rahmat aytaman. Bizga berilayotgan ishonchni kelajakda albatta oqlaymiz. Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabi bitiruvchisiman. Bu yil chet elga o'qishga topshirganman va Xitoyning nufuzli universitetlaridan biri Jiatong universitetiga o'zim tanlagan yo'nalish, ya'ni kiberxavfsizlik yo'nalishiga 4 yil grant asosida o'qishga qabul qilindim. Maktab o'quv yillarida bir qancha sertifikatlarga ega bo'ldim. Bundan tashqari milliy sertifikat va xalqaro IELTS, SAT sertifikatlariga ham erishdim. Buning uchun muhtaram yurtboshimizga katta minnatdorchilik aytmoqchiman. Hozirda yoshlarga juda ham katta yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Ayni paytda test sinovlariga barcha tayyorgarlik ishlari yakunlangan. Respublika bo'yicha 64 ta yirik sig'imli bino hozirlangan bo'lib, ulardan bir smenada 35.490 nafar, bir kunda esa qariyb 71 ming nafar abituriyent test topshirishi mumkin. Kirish imtihonlari 10 kun davomida o'tkazilishi rejalashtirilgan.